Manda 4 ta material bor. Bitta nimcha, bitta ko'ylak lozim, bitta fata tikishim kerak. Bularni hammasini ish jarayonlarini sizga ko'rsataman. Fatani kesib olib, fataga pat tikishdan boshlaymiz. Undan keyin ko'ylak lozim tikamiz. Organza shifon bilan ichiga astar bor. Etigida pirpirigi bor, oldida pirpirigi ip toshi bor. Keyingida ishtonida rezinka bor. 2 razmeri sarvinoz xorazmli mijozimi ko'ylak lozimlari. Qaranglar qanaqa chiroyli akkuratniy chiqqan. Fata, ko'ylak lozim, nimcha, aksessuar hamma komplektlarni o'zimdan qildilar. Zakslariga ham ko'ylak zakaz qilganlar. Tez kunda uni ham tikib videosini joylayman. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Zo'r videoni o'tkazib kiyimni kiyib video olish uchun klientdan ruxsat olingan qildim. Negativ yozish shart emas. Fatasini ham kattaroq qildim. Qaranglar qanaqa asal chiqqan. Menga bemalol shunaqa ko'ylak lozimlar, nimchalar, fatalar, aksessuarlar zakaz bersangiz bo'ladi. 20 kun oldin zakaz olaman. 100% pera tableti bilan menga obuna bo'lib qo'ying. Hali juda ham chiroyli kiyimlarni sizlar bilan birgalikda tikamiz. Filmga kirsangiz har xil ko'ylaklar, har xil aksessuarlar bor. Chiqolmay qolasiz.